ajrashish qaysidir holatlarda to'g'ri qaror bo'ladi. Eng asosiysi, agar bu qaror bo'lmasa, farzandlarga va jismoniy va ruhiy ta'sir qattiq bo'lishi mumkin. Nevrozlarga, har xil psixologik kasalliklarga, hattoki jismoniy sog'liqdagi kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar shu holatlarga uchraydigan bo'lsa, undan ko'ra ajrashgan yaxshi. Ajrashishi sabablari aytib o'tildi, oilaviy inqirozlar, ularning sabablari 7 ta asosiy sabablari. Undan tashqari, agar oilada qattiq qo'rquv bo'lsa, ko'p urushlar, ichishlar, natijada hattoki insonni sog'lig'iga ziyon keltiradigan holatlar, farzandlarini rivojlanishida, ruhiy va jismoniy rivojlanishida qattiq to'siqlarga olib keladigan holatlarda ajrashgan ma'qul. Chunki eksperiment ham qilishgan, shuncha bo'lishi uchun bitta oilada nuqul janjal, urush bo'lar ekan. To'polon, juda ko'p urush janjal bo'lgan natijasida farzand o'zini yoshiga nisbatan o'smay qolgan. Misol uchun farzand o'zi 7 yoshda, lekin ko'rinishi, rivojlanishi 3 yoshli bolaniki bo'lib qolgan. Bo'yi, psixologik holati rivojlanmay qolgan. Uydagi urush janjallarni ko'ravergandan keyin u farzandni bu oiladan uzishyapti-da, boshqa sog'lom, xotirjam oilaga qo'yishyapti. 1 yil davomida tekshirishyapti. Haligi 1 yil davomida haligi urush, janjal, to'polonda katta bo'lgan bola, o'smay qolgan bola 1 yil davomida tez bo'yi o'sib, aqliy rivojlanishi ham tezlashib, yaxshi tarafga o'zgarishlar bo'ladi. Keyin haligi 1 yildan keyin yana o'sha urush, janjal bo'lib turgan o'zining oilasiga tiqyapti bola. Bola haligi o'sishdan yana to'xtayapti. Shuning uchun agar farzandni kelajakda sog'lom va o'zini yoshiga to'g'ri keladigan holatni ko'rishligini xohlasa ota-ona, oilada xotirjamlikni yaratish kerak. Agar siz oilada ajrim holatiga kelib qolgan bo'lsangiz va ikkilanishlar sizda uyg'ongan bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Albatta men qo'limdan kelgancha maslahat, aqlimdan kelgancha yordam beraman.